Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Voha Ligasi mutasaddilari sizlar uchun ajoyib intervyu tashkil qildik. E, Liga tashkil topishi, ligani maqsadi haqida ozgina tushuncha berib o'tamiz sizlarga. Liga mutasaddilaridan bugun Voha Ligasi mediachisi Axloq Jo'rayev tashkil buyurgan va liga rahbari tashkil topishga sababchi insonlardan biri Furqat aka Havroyev tashrif buyurganlar. Kichik bir suhbat uyushtirishni lozim deb bildik. Assalomu alaykum. Assalom. Liga tashkil topishida futbolga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Shu haqida bir ikki og'iz tushuncha berib o'tsangiz. O'zi Dilshodjon bilsangiz, men ham futbol maktabida tahsil olganman, Denovda. O'sha yerdan chiqqanman. Ancha yildan beri ishga bog'lanib qolib, futboldan sal chekkaga bo'lgan ekanmiz. 2 yil oldin xabaringiz bor, Ardus komandasini homiysi bo'lib kirdik. Shunda qiziqish yana uyg'ongan. O'sha yili za Ardusni ikkita finalga olib chiqqanmiz Kubok o'yinlarida. O'zingiz xabaringiz bor bundan. Finalda. Shu bizda hozircha imkon darajada shu qiziqish futbolda shunaqa. Axloq Jo'rayevga yuzlansak, liga haqida o'zingizning fikrlaringiz haqida bir ikki og'iz muxlislarga. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan, bizga yordam berayotgan aziz muxlislar, futbolchilar, nima deymiz, liga haqida bizga yaqinda yordam berayotgan Furqat akaga rahmat aytmoqchiman. Shu fursatdan foydalanib, xudo xolasa bizning maqsad va vazifalarimiz yana shu Surxondaryo viloyatiga xudo xolasa bir futbolni rivojlantirish, chiroyli futbol uchrashuvlarini yana tashkil etish, nima deymiz yana, keladigan mehmonlarning hurmatini joyiga qo'yish maqsadida Voha Ligasi deb nomlab tashkil qildik. Shu yana. Rahmat fikrlar uchun. Furqat aka, sizga savolim, ligani ochishda maqsad qanaqa bo'ldi? Qaysi maqsadda ochildi? Va qanday niyatlar, kelajak maqsadlar haqida bir ikki og'iz muxlislarga bir yuzlansangiz. Endi Dilshodjon, avvalambor o'zingiz xabaringiz bor, biz boshqa ligada komanda qo'yganmiz, o'ynaganmiz oldin. Bizni komandamiz to'g'risini aytsam yaxshi ballar yig'ilgan ekanda, hozirgacha masalan aka-uka bo'lib shu komandada salom aligimiz joyida hamma bilan. O'sha hozir ligani endi aytib o'tirmaymiz. O'sha ligada ko'p nohaqliklarni ko'rdik. O'zingiz xabaringiz bor bundan. Axrojon ham ko'rgan bu narsada. Biz imkon darajasiga shunaqa niyat qildikki, agar imkoniyati bo'lganda bitta liga ochsak, halol, hamma teng barobar raqobatni maydonda qilsin degan fikrga kelganmiz-da. Sizlarga rahmat, bu ligani tashkil qilishga ancha o'zlaringni urinib juda ko'p harakat qilgansizlar. Menga shu taklif bilan chiqqanlaringga men juda xursand bo'lganman. Imkoniyat chiqdi, inshaalloh mana shu ligani halol niyatida o'yinlar halol bo'lishiga yordam qilib, masalan, homiy bo'lsam ham o'shanga harakat qilib yuribman. Imkon darajasiga. Endi muxlislardan so'raymiz, imkon darajasiga maydondagi holatlarga ham ko'p aralashib ketmaslikni. Chunki baribir o'yin tempida o'zingiz xabaringiz bor, o'yinchilar qizishi mumkin, hakamga sal og'ir bo'lishi mumkin. O'shanaqada muxlislar sal o'zlarini bosa olib, chiroyli tomosha qilib, hordiq chiqarsalar biz xursand bo'lamiz. Kelajakdagi bu Voha Ligasini butun O'zbekistonga eng namuna qilib ko'rsatadigan shunaqa liga bo'lishini xohlaymizki, biz o'zimiz ham ertaga boshqa viloyatlarga bizni chaqirib, masalan shu Voha Ligasidan chiqqan o'yinchilar bilan yaxshi bitta komanda tuzib borib, masalan Namangangadir, balkim Samarqandgadir, balkim Toshkentgadir
borib shunaqa kuboklarda o'ynab kelish niyatimiz bor. Biz o'shanga harakat qilamiz degan umiddamiz. Rahmat javob uchun va iliq fikrlar uchun. Xo'p, birinchi tur, ikkinchi tur ortda qoldi aka. Shu ikkita tur ortda o'tib o'tgan turda fikrlaringiz qanday bo'ldi? O'yinlar anonsi qanday bo'ldi? Sizda qanday iliq fikr qoldirdi yoki salbiy? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Yo'q, men o'zi Dilshodjon, o'zingiz xabaringiz bor, ishlarim ko'p bo'lib ketgani sababli o'yinlarni to'g'ridan to'g'ri kuzata olmadim. YouTube tarmog'i orqali ko'rdim o'yinlarni, juda chiroyli o'yin bo'lyapti. Xudo xolasa 3-tur qatnashish niyatim bor. Inshaalloh, agar imkoniyat bo'lsa, yana o'sha o'yinni ko'rib, yana fikrlarimizni yana bitta intervyu tashkil qilib, yo bo'lmasa oddiy gaplashib ham masalan uni muxlislarga ko'rsatishimiz mumkin. Chunki chuqur hali ichiga kirib bormadim, lekin atmosfera bomba. Rahmat, Termiz xalqiga rahmat. Boshqa tumanlardan kelayotgan muxlislarga rahmat aytaman. Juda maydonni to'ldirib turishibdi. Men juda xursand bo'ldim bu narsani ko'rib. Hozir qilayotgan ishlarimiz to'g'riligiga yana bir marta amin bo'ldim. Rahmat. Rahmat. Ahlorbek Jo'rayev, siz misol birinchi tur o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, ikkinchi tur shu ligada o'z jamoangiz bilan maydonni his ham etdingiz. Shu liga haqida ikki og'iz muxlislarga fikringizni aytib o'tsangiz. Qanday bo'ldi liga haqidagi tushunchangiz? Xo'p, birinchi tur davomida jamoamga yordam bera olmadim. Xabarlaringiz bor, FKPor jamoasi darvozaboniman. Ikkinchi turda qo'limdan kelgancha jamoamga yordam berdim. Ikkinchi turda g'alaba qozondik. Xudo xolasa keyingi turlarda bir chiroyli futbol ko'rsatib, muxlislarning bir mehrini qozonish niyatidamiz. Maydon ichidagi atmosfera, muhit Bu maydon ichidagi atmosferani muxlislar bosimi bo'lmadimi yo qanday bo'ldi? Muxlislar bosimi bo'ldi-yu, uncha ko'p bosim bo'lmadi deb o'ylayman. Sababi bunaqa bosimli futbolda harakat qilyapmiz, ozmi ko'pmi, imkon darajasida chiroyli futbol ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Rahmat javob uchun, jamoangizga omad. Rahmat. Bo'lib o'tgan ikki tur davomida hozircha Angor jamoasi peshqadamlik qilmoqda. Yaqqol peshqadam. Jamoa ancha yaxshi shakllangan. Ularga raqobat Dinamo jamoasi va Petrochem jamoasi izidan ochkolar quvalab kelmoqda. Hamma jamoa teng kuchli deb hisoblayman ligada. 8 ta jamoa qatnashayotgan bo'lsa, barchasi teng kuchga ega. Eminda qaysidir jamoani men kuchli chempion bo'ladi deb ayta olmayman. Halol futbol bo'ldi, men ikki tur davomida bu yoqqa ham harakat qilyapmiz. Xo'p, birinchi tur davomida eng yaxshi o'yinchilarga homiyimiz Petrochem tomonidan o'yinchilar rag'batlantirildi. Ikkinchi tur Hayat firmasi tomonidan eng yaxshi o'yinchilar taqdirlandi va ramziy terma jamoalar tuzilyapti. Eng chiroyli gollar qo'yib borilyapti liga davomida. Bularning hammasi liganing o'sishiga sabab bo'ladi deb hisoblayman. Kelajakda shu viloyatda qolish emas maqsad, boshqa viloyatlarga ham chiqish. O'zimizning viloyatdan ham boshqa viloyatlarga chiqib, yo ularni qabul qilib, ligaga qatnashib, yo biz ularning ligasiga qatnashib, shunaqa maqsad qo'yganmiz liga davomida. Xo'p. Endi asosiy savollarga keladigan bo'lsak, Petrochem jamoasining o'zi ham ligada jamoa tuzgan, shakllantirilgan. Ayrim muxlislarning fikriga binoan homiylik asosida tuzilgan komanda ko'p ligalarda bo'ldi, chempion bo'ladi bu komanda degan miyada tushuncha qolgan. Lekin ikki tur kuzatgan muxlislarga ham o'zi ko'rishdi. Qolgan jamoalar ancha peshqadamlik qilmoqda bizning jamoaga nisbatan.
Endi haqiqat haqqoniy futbol tarafdorimiz. Hakamlar ham kelib, ikki turda ajoyib o'tkazib berishdi va bundan keyingilarida ham o'tkazishda davom etamiz. Xudo xolasa nasib, maqsadlar shu. Muxlislarga fikrlaringiz bo'lsa, qanaqadir shuni aytib o'tsangiz. Albatta Dilshodjon, muxlislarga endi yaxshi hordiq olish uchun biza qo'ldan kelguncha hozir mana maydon atrofidan iltimos qilyapmiz, o'tiradigan joylarni qilib berishga. O'tgan safar o'zingiz xabaringiz bor, gaplashdik buni ham. Endi nima deymiz, shu muxlislar ham futbolchilarni ozgina hurmat qilgan holatda imkon darajasiga o'yinlarda qo'llab-quvvatlasa, biz xursand bo'larmiz. Undan tashqari mana homiylar, komanda jamoalar homiylari bor. Ularga ham rahmat aytamiz, chunki ular ham shu ligaga qanchadir hissa qo'shyaptilarki, masalan yaxshi o'yinchilar kelib o'ynab berishyapti. Va hammasi ularni o'zi asosan xizmati deb bilaman, nima? Imkoni bo'lsa agar biz harakat qilamiz, ular bilan ham bir uchrashib, mana shunday bitta intervyu qilib, masalan chiroyli suhbat qilib gaplashishni xohlaymiz. Agar xohlasalar biz doim tayyor bo'lamiz bu narsaga. O'tirib shu futbol temasini ozgina boshqacha gaplashib olsak, ular bilan juda xursand bo'lardik. Ochiq oydin. Endi biz nima deysiz Dilshodjon? Men taklifimda bu. Har doim mana shunaqa narsani qo'yib borsak, muxlislarga qiziq bo'ladigan, agar yana mana kommentariyalar yozsalar, nima qiziq bo'ladi, futbolchilar Kim bilan keling bunday qilib kelishamiz. Ligada qatnashayotgan qaysi futbolchi bilan intervyu olishimiz xohlayapti muxlislar. Shuni kommentariyada yozib qoldirishsa, biz o'sha o'yinchi bilan intervyu olishga harakat qilamiz. Albatta, o'yin davomida ham agar imkoniyati bo'lsa, shuni tashkillashtirib olsalaringiz, fikrlarni bilib, muxlislarning fikrini bilish mumkin. Ozgina roliklarni qilib, ham bizga ham qiziq, ham muxlislarga ham qiziq. Bu kelajakda baribir o'zimizning kamchiliklarimizni ko'proq ochib berishlariga ularning roli juda katta bo'ladi-da, o'zi asosan. Biz masalan bir narsani to'g'ri qilyapmiz deb o'ylaymiz, lekin asosan kim uchun qilyapmiz degan savol tug'iladi-da. Bu yerda o'zingiz bilasiz, biza biznes olinmayapti bironta komandadan, biznes o'yin bo'lyapti. Biz endi ko'pchilik o'ylaydi-da, o'sha qilgan ligani tashkil topishiga qatnashganlar, masalan bizlar bo'lsak, o'sha qayerdan manfaat ko'ramiz degan narsa bor-da. Yo'q, bizga manfaat qiziq emas. Asosan biz shu Surxondaryo futbolini rivojlantirish o'zi asosan maqsadimiz. Rivojlansin, bizdan ham yaxshi o'yinchilar chiqsin. Mayli, o'zingiz bilasiz, zuborlarga chaqirilyapti bizning futbolchilarimizni ham. Biz xohlaymiz o'shalarga ham ozgina yordam qilib, podдержка qilib, ruschasiga aytganda, ozgina ularga yordam qilsak, menimcha juda yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Harakat qilamiz. Axloqbek Jo'rayev muxlislarga tilaklaringiz, murojaatlaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Xo'p, men muxlislarga nimani iltimos qilmoqchiman? Chiroyli futbol muhitini stadionga kelib his qilishlarini taklif qilmoqchiman. Mayli kimdir internet tarmog'idan kuzatmoqda bizni, kimgadir uzoqlik qilmoqda, imkon darajasida kelib futbol atmosferasini stadiondan his qilishga maslahat bermoqchiman. Keling, chiroyli futboldan zavqlaning. Rahmat iliq fikrlar uchun va taklif uchun. Barcha muxlislarni 3-tur uchrashuvlarga taklif qilamiz. 3-tur uchrashuvlar payshanba kun 18:40 dan boshlab boshlanadi. Keling, o'zingiz sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlang va ligaga o'z hissangizni qo'shing. Keyingi intervyularimiz kim bilan bo'lishini, qaysi futbolchi bilan ligada qatnashayotgan futbolchi bilan bo'lishini istasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Barchaga rahmat. Iliq intervyu bo'ldi. Rahmat sizlarga.